ulug'lardan so'rashdi. Mal farah, shodlik nima deb so'rashganda, quvonch nima deganda, obod tinch yurtda farzandlar davrasida xursandchilik dasturxoni atrofida o'tirish deyishibdi. To'g'rimi? Yurting tinch, uying tinch, bola chaqang tinch. Bir xursandchilik sababidan dasturxon atrofida butun oila a'zoyingiz, farzand nabiralaringizni jam bo'lib, tepasida o'tirib, hammasini duosini qilib o'tirishingiz bundan katta baxt bormi azizlar? Mal g'ibta, qayg'u, alam nima, hasrat nima deb so'rashganda, notinch yurtda xavotir bilan yashash deyishibdi. O'zini yurtida, lekin yurt notinch, xonadoni notinch, bola chaqasidan xavotirda, jonini saqlash, omonda saqlash bilan shu tashvish bilan yuribdi. Bundan katta qayg'u, alam yo'q. Azizlar, bugun kimlardir shu alamda yuribdi. Bola chaqasini ko'tarib boshpana izlab yuribdi. Allohga shukr, yurtimiz tinch. Shuning uchun bizni otalarimizdan iltimosimiz, otalar doim duo qilinglar. Farzandlarimizni baxti, saodati baland bo'lsin. Chunki duo ham insonning taqdiriga ta'sir qiladi. Duo ham taqdirdan o'zi aslida. Sizni duo qilishingiz ham shu taqdirdan. Ana o'sha duolaringizning samaroti, barakotidan Alloh yurtimizni tinch aylasin.